Assalomu alaykum aziz obunachilar. 38-turimiz gilamli prizi $10,000 mana olgan akamiz keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshi kelgan. Qayerdan keldingiz? Uchqo'rg'ondan, Namangan. Kimga o'ynagan? Tog'am o'ynagan. Va telefon qilib eshitgandirsiz. Xursandchilik bo'lib, o'zimiz ham kuzatib turdik. O'zingiz ham yutgansiz aka. 33-turdan yutganman. Mana aziz obunachilar, akamiz ziyani ketdi. Mana qo'llarga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Hech qachon tugamasin. Bir musofirlarga Musofirlarimizga hamma ishonchli, hammanglar o'ynanglar, hammaga omad. Xudo xolasa hammaga bersin. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Aka, siz kim bo'lasiz? Jiyanaman. Va eshitgandirsiz. O'zbekistonda o'ynash imkoni yo'qmi aka? Yo'q, xudo xolasa. Ishonchli ekan. Bu ikkinchisi xudo xolasa ko'rdik, bildik. Sizlarga rahmat. Yaxshi yetib olinglar. Aka, omad tilaymiz. 40-turimiz gilamli priz $5,000 mana olgan akamiz keldi o'zi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz qayerdan keldingiz? Andijon Paxtaboddan. O'zingiz o'ynagansiz, shunaqami? Ha, Mana shu yerda turib o'ynadingiz. mana shu yerda turib, Rossiyadan pul tashlash berdi. Rossiyadan tashlash berdi. Ishonch oldimi aka? Ha, o'zi aka 3 yildan beri o'ynaymiz, dadam, men. Mana oxiri Men o'zi yaqinda kelganman Rossiyadan. Ha, Rossiyadan keldi. Mana aziz obunachilar, akamiz o'zining qo'llariga $5,000 topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Hop. Tog'a kimi bo'lasiz siz? Men jiyanim bo'ladi, amakisi bo'laman. Va eshitgandirsiz. Eshitib yursam bo'ldi. O'ynasang yutsin hamma, ishonchli o'yin nima ekan. Sizga Rahmat sizlarga ham kattaga. Bir musofirlarga bir narsa demang endi. O'ynanglar sizlar ham. Avvalo ishonch bildirib, yaxshi niyat qilib o'ynasanglar yutasizlar, hammaga omad. Sizga ham rahmat. Yana ko'rish nasib qilsin. Hamma qatori qilganchisin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. 40-turimiz gilamli prizi $5,000 mana olgan tog'amiz bilan xolamiz keldi. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldinglarmi? Tuzingmisizlar? Qayerdan keldingiz? Farg'ona oblasti Tepanshiga Tuyul qishlog'idan keldik. Kim o'ynagan o'yiningizni? O'g'limiz o'sha Rossiyada. Telefon qilganda bezdi ekan bari. Ha, bezdi. Nima deb telefon qilib? Shunaqa $5,000 Ular ishda xursand bo'lib, bizam xursand bo'ldik. Mana aziz obunachilar, akam bezdi ekanmi? Mana otam bilan onasi kelibdi, qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Hech qachon tugamasin. Xudo barakasi bersin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, o'yinlaringizga Xudo baraka bersin, uzoq yillar davom etsin, sog'-salomat. Xalq va vatanning xizmatini qilinglar. Alloh, sizga ham rahmat. Bolalarimizga ham rahmat. Yaxshi eshitgandirsiz, xursandchilik bo'ldimi? Xursandchilik bo'ladi albatta. Endi yaxshilik kunlarga o'g'limizni ham umri uzoq bo'lsin. Allohim yana beraversin. Ilohim bizlarga yaxshilik qilyapti. Alloh yaxshilik qilyapti. Allohimga shukr. Sizlarning umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bundaqa sovg'alar tarqatishda sira ham charchamanglar. Omadinglarni bersin, bardavomli bo'lsin. O'g'limga ham umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Yana Allohim beraversin. Aytganingizga, hammalarga, hamma qatori. Men o'g'limga ham yana beraversin. Rahmat xola. Yaxshi yetib olinglar. Yaxshi kunlarda yana ko'rish nasib qilsin. Ehtiyot bo'lib yetib olasiz. Sog' salomat bo'ling. 41-turimiz gilamli prizi Jet Tower 70+ avtomobilimiz mana olgani tog'amiz keldi. Assalomu alaykum tog'a. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldingizmi? Qiylarmiz. Qayerdan keldingiz? Surxondaryo. Qayerdan? Sho'rchirayondan. Sho'rchiran. Kim o'ynagan o'yinimiz? Uni o'g'limiz o'ynagan. Telefon qilgandir ash kun aka. Telefon qilgan, tabriklagan. Nima dedi? Shu o'yinga yetiq chiqdi. Shunga o'yinga mashina chiqsa shunga borasiz. Telefon qilishadi. Qanaqa mashina degandirsiz baribir. Ha, qanaqaligini ham aytdi. Ishonch oldi, ishonch. Ishonch bo'ldi. Uni telefonda rasmini jo'natdi. Ko'rdik hamma. Mana aziz obunachilar, 41-turimiz gilamli priz Jet Tower 70 avtomobilimizni mana akamiz yutdi dadalariga. Tabriklaymiz tog'a. Tog'ayim yaxshi kunlarga mining. Mayli. Tagidan shamol o'tib tursin. Salomat bo'ling. Bir musofirlarga biron narsa deng endi. Shuni amin Alloh taolo shu musofir yurgan jami o'sha farzandlarimizni, aka-ukalarimizni Alloh taolo safari bexato, yo'llari ravon, ishlari rivoj. Shunday yutuqlarga ega bo'lishni Allohning o'zi nasib etsin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohu akbar. Yaxshi yetib olasiz, yaxshi kunlarga mining. Endi keyingi safar o'zim boraman. Rahmat. Aka, siz kim bo'lasiz? Jiyan bo'laman. Va eshitgandirsiz. Ha, xursand bo'ldim. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Nasib bo'lsa. Sizlarga ham rahmat aka. Yaxshi yetib olinglar. Sizga ham nasib qilsin. Xudo xolasa aka. Qani bir o'tiringchi. O'tiringchi? Siz o'tiring. Siz bir ro'liga o'tiring. Ha. Qulluq bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga mining.
Doim sog' bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Yaxshi yetib oling, yaxshi kunlarni ko'rishaylik yana nasib qilsa. 41-turimiz gilamniy prizi $10,000 mana olgan akamiz keldi. Assalomu alaykum aka. Siz sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Qayerdan keldingiz? Shahrixondan. Kim o'ynagandi o'yinimiz? O'g'lim o'ynagandi. Va telefon qilgandir akamiz. Telefon qildi. Da birpasda xursand bo'lib ketdik. Endi Allohning bergani. Sizga ham rahmat. Xudoga shukr. Mana aziz obunachilar, 41-turimiz gilamniy prizi $10,000 akamiz qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Rahmat. Sog' bo'linglar. Bir musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa. Musofirlar hammasini Alloh panohida asrasin. Sog' salomat kelsin. Hammani ham omadini bersin. Allohga omonat hammasi. Alloh akbar. Yaxshi kunlarga rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. 41-turimiz gilamniy prizi Donfin sedan avtomobilimiz mana mashinani olishni istamadi, pulni olishni istadi. Akalarimiz keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldinglarmi? Sizsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Qayerdan keldingiz aka? Samarqand viloyati Urgut tumani. Keldik shaxtan. Kim o'ynagan? O'g'ilcha o'ynagan. Bari eshitgandirsiz. Ha, eshitdik. Birlaydik. Rossiyada birlayga bo'ldi. Qaysi shaharda edingiz aka? Leningraddan, Sankt-Peterburgdan. O'zim borib olaman deb. Ha, o'z niyat qildik. Ha, endi dadajon yutdik dedi. Ha, xudo xolasa mashina emas, puli taqdir qildi. Ishonchli o'yin ekan. Rahmat hammalaringizga. Sizga ham rahmat. Mana aziz obunachilar, 41-turimizni Donfin sedan avtomobilimizni pulini mana otalarning qo'llariga topshiryapman. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamas. Omadlaringizni bersin. Shuncha musofirlar boshini silyapsizlar, sizlar Alloh saqlasin sizlarni. Yaxshi kunlaringizda ishlating. Alloh sizga ham. Aka kim bo'lasiz? Kim bo'ladi? Eshitganmisiz? Ha, shu uchun birga keldim, xursand bo'ldim. Alloh umrlaringizni bersin. Topganlaringizga Alloh baraka bersin. Sizlarga ham. Halol inson ekansizlar. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga yetingizlar. Ilohim Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Keyingi safar o'zim boraman. Inshaalloh xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshi yetib olasizlar, yaxshi kunlarga ko'rishinglar. O'zingiz ehtiyotlangiz. Xo'p. 42-turimiz gilamniy prizi $5,000 mana olgan akamiz keldi. Assalomu alaykum. Tuzingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qayerdan keldingiz? Mana shu Andijon oblast, Bulovosh rayon, Rayish qishlog'idan. Kim o'ynagandi o'yinimizni? O'yinda jiyanim xotin o'ynagan. Shu telefon qilgandi va eshitgandirsiz aka. Yo'q, sraz tashashdi menga. Sraz. Ha, ashida sraz tashashdi. Mana aziz obunachilar, akamiz qo'llariga $5,000 topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Hech qachon tugamasin. Bir musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin ashlar. O'ynab kelib yurishaversin. Rahmat. Yana ko'rish nasib qilsin. Yana ko'rish nasib qilsin. 43-turimiz gilamniy prizi $10,000 mana olgan akamiz tog'amiz kelibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldinglarmi? Tuzingmisizlar? Qayerdan keldingiz tog'a? Men Chustdan keldim. Shu o'g'lim Rossiyada shu o'ynagan ekanlar. Telefon qilgandir, yutgan. Telefon qildi, rosa xursand bo'ldik. Shu iloyim sizlarning ham ishlaringga rivoj. Dunyo shunaqa ekanda. Xudoyim beraman. Xudoyim beraman demasa, hech narsa emas ekan. Rahmat. Mana aziz obunachilar, 43-turimiz gilamniy prizi $10,000 mana akamizni dadalariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamas. Kam bo'lmang, iloyim. Sizlarning ishlaringga rivoj. Musofirdagi ish yigitlarning hammasini omadini bersin. Alloh ko'pga bersin. Ko'p qatori shu o'yinni o'ynaganlarga, shuni tashkillaganlarga hammaga bersin. Aytgansiz, rahmat tog'am. Yana ko'rish nasib. Rahmat. Aka kim bo'lasiz siz? Assalomu alaykum. O'g'illari. Akamiz yutgan ekan, ukasi bo'lasiz. Bari eshitgandir sizdan. Xursandchilik bo'ldim aka. Xursand bo'ldik. Sizlarga ham rahmat. Nasib qilsin, yaxshi kunlarga ishlatinglar. O'zingizlar ehtiyot qiling. Rahmat, kam bo'lmasizlar, ham ishlaringga rivoj. Rahmat. Sog' salomat bo'ling. Xo'p, yaxshi yetib oling. 43-turimiz gilamniy prizi San'at avtomobilimizni mana olgan tog'alarimiz keldi. Assalomu alaykum tog'a. Tuzingmisiz? Assalomu alaykum aka. Tuzingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi kelib oldingiz. Qayerdan keldingiz? Marg'ilondan. Marg'ilondan. Kim o'ynagandi o'yinimiz? O'g'lim o'ynagandi. Va birinchilardan sizga telefon qilgandi. Ha, birinchilardan kechasi, yarim kechasi telefon qildi. Nima dedi? Men san'at nimasini yutib oldim dedi. Suyunchi bering. Ha, suyunchi. Xursandchilik bo'ldi. Xursandchilik, xudo xolasa. Mana endi o'tirib, sekin chiqasiz, xudo xolasa. Mana aziz obunachilar, 43-turimiz gilamniy prizi Honda San'at avtomobilimizni akamizni dadalariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga mining. Salomat. Doim tagidan shamolat tutursin. Rahmat, salomat. Bir musofirlarga
tilaylaringiz bo'lsa. Amin. Safarlar bexatar bo'lib, yaxshi ishlar qilish, musofirlarga yaxshi nimalar bo'lib, sizlarni oldidan yurib, doim o'xsham. Alloh akbar. Omadlarni bersin. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Aka, siz kim bo'lasiz? Akalari bo'laman. Mana eshitgandirsiz akangizni. Eshitib xursand bo'ldik aka. Ancha xursandchilik aka. Bu endi YouTube aka xursand bo'lamiz aka. Shu musofirlarimiz inshaalloh yursin aka. Ilohim sog' salomat ota-onalarni bariga qaytib kelsin aka. Rahmat. Sog' bo'lasin. Salomat. Tog'a bitta o'tiringchi mashinaga. Ha, tog'a. Yarashdi, endi sekin minib yuraverasiz, xudo xolasa. Yaxshi kunlarga mining. Doim tagidan shamol o'tib tursin. Yana ko'p kelish nasib qilsin shunaqa. Yo borish nasib qilsin. Inshaalloh aytganingiz kelsin. 43-turimiz gilamniy prizi $10,000 mana olgani. Xolam kelibdi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Tuzimsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Ishlayapsizlarmi? Qayerdan keldingiz? Biz Andijon viloyatining Bulovosh tuman Kulla qishlog'idan keldik. Kim o'ynagandi o'yningiz? O'g'lim o'ynadi. Balki telefon qilgandir ashkunlar. Birinchilardan Bir bo'lasiz. telefon qiluvdi, xursandchilikda o'zim nima deyishim bilmayman. Tabriklaymiz bizni ona deb ashnadi o'da. Sizga ham rahmat, xola. Mana aziz obunachilar, akamizning onalarining qo'llariga $10,000 topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Sizlarga ham ishlaringlar Allohim choptir. Bardavom bo'lsin. Hamisha obunachilarga ham rahmat. Hammasiga musofirda yurganlarga dillarida, tillarida, yuragini tub-tubida nima niyat maqsadlari bo'lsa, niyat maqsadlariga yetsin. Allohim bizga mingni berib, ularga millionni bersin. Allohim hamisha ishlaringlar bardavom bo'lsin. Alloh. Alloh akbar. Yaxshi kunlarga ishlating. Yana ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Aka, siz kim bo'lasiz? Assalomu alaykum. Akasi bo'laman. Balki telefon qilib eshitgandirsiz. Eshitib ancha xursand bo'ldik yaxshi kuni. Xursandchilik bo'ldi. Tabriklab, YouTube'lar bilan. Rahmat sizlarga. Sizlarga ham rahmat. Hamisha shu aka-uka kanaliga a'zo bo'lib, ishonchli, hamisha omadinglarni berib, musofirda yurganlar omadini berib, shunaqa o'yinlarni o'ynash nasib qilsin. Sizga ham rahmat. Yaxshi kunlarni ko'rish yana nasib qilsin. 43-turimiz gilamniy prizi $10,000 mana olgani og'amiz keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Tuzingmisiz? Qayerdan keldingiz? Paxtavod tumanidan. Kim o'ynagandi o'yningiz? O'g'lim, Komil o'g'limga. Telefon qilgandir akamiz. Ha. Nima dedi telefon qilib? Telefon qilib, dada pul yutib oldim, o'yin o'ynab manaqa xursandchilik bo'ldi. Xursandchilik bilan yaxshi kunlarga ishlating sizga. Mana aziz obunachilar, 43-turimiz gilamniy prizi $10,000 mana akamiz qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating, hech qachon tugamasin. Musofirlarga qilaylaringiz bo'lsa, Alloh hammamizga dard. Musofirlarga biron narsa deng endi. Endi ba'zi safarda yurganlar hammasini dasturiga bersin, safarlarni bexatar yo'llarni ochsin, ko'p qatorida ota-onasini oldiga baxt taqdir bilan topganlarga baraka berib kelsin, yuz ko'rish nasib. Alloh akbar. Yana ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Aka, siz kim bo'lasiz? Salom. Men qarindoshman. Jiyanim bo'lasiz bari. Shu endi hozir ishdan kelsam aytib qoluvdim. O'tib keldingda. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Yaxshi kunlarni ko'rish nasib qilsin. O'zingiz aytasiz. 43-turimiz gilamniy prizi $10,000 mana olgani tog'amiz keldi. Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Sizlar qayerdan keldingiz? Marhamatdan keldik. Marhamat tumani O'qchi mahalla rayonidan keldik. Kim o'ynagan o'yinimiz? Meni jiyanim, buni odamning o'g'li o'ynagan. Abdurasulov Muhammad Soq degan. Muhammad Soq ham telefon qilgandi. Eshitgandir sizlar. Eshitdinglar, xudoga shukr, maza qildik, xursand bo'ldik. Keldinglar. Keldik. Assalomu alaykum tog'a. Siz o'g'lingiz o'ynagan ekan shunaqa? Ha, men o'g'lim. Bari akam telefon qilgandi. Ha, telefon qildi shunaqa. Shunaqa 10,000 yutib oldim dedi. Xursandchilik bo'ldim. Ha, kechga soat 12:30 telefon qilib shunaqa 10,000 yutib oldim, xursand bo'ldik. Sizga ham rahmat. Mana aziz obunachilar, $10,000 akamizni dadalariga topshiryapmiz. Ha. Sizga rahmat, sizlarga yaxshi kunlarga ishlating, hech qachon tugamasin. Rahmat, sizlarga ham ishlaringiz rivoj bo'lsin, topganlaringga baraka fayz bo'lsin, topganlaring bolalaringga yaxshilik kunlarga nasib qilsin sizlarga ham. Rahmat. Musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa. Shu musofir ichida yurgan yigitlarimizni Alloh o'zi panohida asrasin. Ko'p saqlasin, ko'p qatorda meni ham o'g'limni Alloh o'zini panohida asrasin. Mushkullarini oson qilsin, yuzlarini yorug' qilsin, topganiga baraka fayz bersin. Yorug' yuzlari bilan sihat salomatlikda qut barakalari bilan oilamizga, vatanimizga, bag'rimizga kirib kelib, o'ynab kelib yurishlarini nasib ro'za aylasin. Hammalaringga omadlarini bersin o'g'illarim. Sizga ham rahmat. Yana ko'rish nasib qilsin. Yana ko'rishing. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, rahmat. Biron narsa deng endi. Akamiz kelaversin endi. Akam hammasini aytib bo'ldi, gaplarni deyadi.
Sizga ham rahmat. Aytganingiz kelsin. Yana ko'rish nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Safarlaring bexatar bo'lsin deylar. 43-turimiz gilamli prizi 10 ming dollar mana olgani tog'amiz keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi kelib oldingizmi? Qayerdan keldingiz? Buxorodan. Buxorodan keldingiz. Kim o'ynagandi o'yinimizni? O'yinga jiyanim Jo'rabek o'ynagan. Bari eshitgandirsiz, bari aytgan. Dumog'i choq olib bitta qo'chqor ham so'yadi u. Xursandchilik bo'ldimi tog'a? Mana aziz obunachilar 10 ming dollarni mana tog'amizga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Sizlarni ham ishlaringizga Xudo omadini bersin. Aytganingiz kelsin. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Rahmat. Bir musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa. Musofirdagi yurtdoshlar, og'aynilar, akalar, ukalar hammalaringizga Xudoyim panohsiga asrasin. Oq yo'l bersin. Ana shu yigit bilan ham suhbat bo'linglar, sizlar ham yutinglar. Yaxshi kunlaringizga ishlatinglar. Jo'rabekjon, yaxshi kunlaringga ishlat, uka. Sizga ham rahmat. Yana ko'rish nasib qilsin, Tojijon. Mayli. O'zingiz aytasiz.